Navoiydan bemorimiz kelgan ekan. Meni siyertilishtirib bergan ekan. Ko'rdik, suyaklari siljib qolgan. Ozgina shomilashma, mana ustida ham bor. Keyin bu yoqlari ham oyog'i yonboshga qaytib ketgan, shishib qolgan ekan. Lattan ustidan ko'rinyaptimi bilmayman mana. Hozir ikkita joydan chiqqan ekan to'g'rilari. Bu yoqlari yaxshi mana. Mana keyin mana bu ishyapti buni. Chunki kimdir oyog'i mana buyoqqa qaytib ketsa, poshna kiygan vaqtda yoki bir erkak kishilar bir qanaqadir zinadan tushguncha yoki bir noto'g'ri joyda yurgan vaqtlar oyoq qaytib ketsa, yonboshdan chiqib qoladi. To'pot oldi ishib qoladi. O'sha vaqt bemalol kelsalar, nasib qilsa ko'rib to'g'rilab beramiz. Qanday xolajon? Yaxshimi? Qiladingiz? Joningiz sog' bo'lsin. Hozir 10 metr yursam, 15 metr yursam oyog'im suqlardi deyapti. Bir chiqib keldilar hozir 50-60 metr bemalol yurib keldilar. Qanday bo'ldi? Yaxshi. Joningiz sog' bo'lsin. Doim mana shunday yaxshi yuring. Rahmat. Sizlar ham sog' bo'linglar. Rahmat, joningiz sog' bo'lsin. Kunlaringiz yengil bo'lsin. Rahmat. Hozirda bemorimiz kelgan. 2006-yil chiqqan ekan yo'llari mana. 3-4 ta joyga boribdilar tabibga, lekin ko'plari sog'lomlayman debdi, ko'plari qilmayman debdi. Lekin mana chiqishlar bor rosa. Hozir biz ko'rib nasib bo'lsa inshaalloh nechidan boshlaymiz. Keyin oxirida natijasini qo'yib beramiz. Akamiz mana 2006-yil oyoq chiqqanida mana hozir ko'rdik, 3 ta joydan bordi. Mana qo'ltigisi og'riq bor mana. Mana shu tekis keldi mana.